Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Hayit bayrami uchun tort bezatamiz. Qanunda ketdik. Xo'sh, birinchi bo'lib, tortni o'sardan kesib olishdan boshlaymiz va shanti kremni tayyorlashga o'tamiz. Xo'sh, shanti kremni suv aralashtirib, yaxshilab miksirlab olamiz. To qattiq holga kelguncha yaxshilab aralashtiramiz. Xuddi mana shu holga kelishi kerak. Shu holga kelgandan so'ng miksirimizni to'xtatamiz va tortimizni qolipdan ko'chirib olamiz. Men tortimning orasiga zavorniy krem qo'shganman. Hamma o'zini xohishiga ko'ra hamma xohlagan narsasini qo'shishi mumkin. Shunaqa va boya tayyorlab olgan shanti kremimizni ustiga qo'shib, kremimizni ustiga surtib olamiz. Tekis qilib, hamma joyiga tekizib surtib chiqishimiz kerak. Mana shunaqa qilib bir, ikki, uch qilib yaxshilab hamma joyiga tekizib, xuddi shunday qilib kremni surtib olamiz. Va shunaqa yozuvlar, har xil bezaklar bilan bezatishingiz mumkin. Men da shunaqa qilib bezatdim. Hammani Hayit bayrami bilan tabriklayman. Albatta like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hamma xayr.